Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar va burlar. Bugungi videoda biz Qizil futbolchi haqida gaplashamiz. Sizlarni eshita oldim. Men sezon pas ochmasdan turib ikkita oldim. Bittasi sezon pasdan, bittasi Sabitadan. Joao Felix sezon pasdan oldim. Favorit Portugaliya nima deymiz? 5 ta 100 chiqadi, bitta 99 chiqadi. Joao Felixdan Manuel Akanji bu shvetsariyalik futbolchi, bu finalga chiqish qiyin. Shuning uchun bu akkaunt bezab turadi. Balkim sota olorman keyin. Ko'ramiz endi, buni jahon chempionati ko'rsatadi. Bolalar, sizlar kurashdan nima kutdi bilmayman mana. Cristiano Ronaldo 92 full, ikkita 100, bitta 95, ikkita 90, bitta 80, bitta 88, 80, 42. Xullas bolalar, ko'rdim men. 94 Ronaldoda ham 100 chiqara olmaganlar bor ekan. Meniki undan qolish yaxshi undan. Ko'pchilik 82liklar 92 qilganda full o'yin 100 chiqara olmaydi ko'pchilik. Bolalar, mana men tepadan bitta 100, pastdan bitta 100 chiqardim. Bitta like bosib qo'yasizlar endi. Mana bolalar, xullas full oldik buni. Rafinyadan ham oz qolgan full bo'lishiga, bittami ikkitami qoldi. Bunda silaga ko'p tushib qolgan, kuchiga strike'ga 94 100 qilib qo'ymoqchi. 10 da 95 bo'lsa zo'r bo'ladi. Xullas bolalar, keyin yana sizlarga DPni qancha yodlang DP? Agar olgan bo'lsanglar 62500 da kim olgan yozib qoldiringlar. Fabio Cannavaro tushdimi? Yoki Dennis Bergkamp, yoki Rivaldo, yoki Marcel Desailly. Xullas bolalar, mo qalpoqchani ko'rlaymi? Mo qalpoqchani. Sizlarda bormi? Xullas men shu nimadaman, klandaman, qo'shilmoqchi bo'lganlar menga yozib yuborsa qo'shib beraman. Lekin hozir elitadan turibdi. 14-o'rinda turibman. Birdan Misrlik futbolchi, Misrlik o'yinchi, 2 da ispaniyalik, 3 da o'zbekistonlik. Mana O'zbekiston fantastik chempionsi o'zi o'zbekistonlik. Lekin men ko'rayotganman sizlarga klan egasi. Bu Jumanazarmi yoki Matta turadi. Maqsudbekmi? 22-dagi. Siz ko'rayotgansizmi? Turkmaniston bayroqlarini o'zgartira olmang. O'zi O'zbekiston turardi obunachilar. Lekin bu bitta bayroq bu, oppoq. Unda ham birda tur demaydi. Turkmanistonda ham hozir birinchi o'rinda turibmiz. Hozir internet ishlamayapti, Wi-Fi. Mayli. Xullas klandan 4 kundan keyin yana Dynamic Stars futbolchilar olamiz yana bitta. Xullas internet ishlamayapti. Bolalar, mana 4:30 bo'lib qopti. Soat kuniga 14-iyun. Xullas hammaga xayr bolalar. Sizlar bilan Baxtiyorov bo'ldi. Obuna va like bosib qo'yamiz degan umiddaman. Xullas sizlar qaranglar, 20 ta like yig'ib beringlar shu videoda. Keyin obunachilar bilan o'ynayman. Xullas men yozasizlar, birga o'ynaymiz. Kim kuchligini sinaymiz keyin. Bolalar, ana nimani ham ko'paytirdim. Happani jonli o'ynab 217.602 ta qildim. O'zi 127 ming edi. Men stadionimni full qildim. Ko'p narsalar bo'lib ketdi bolalar. Mana 63 o'yin bo'lishga ham oz qoldi. Endi yaqinda 4 kundan klan tugaydi. Mana shunda olmos beriladi bolalar. Olmos berilgandan keyin futbolchilar kuchaytirib yuboraman. Valverde ham full bo'ladi, keyin Rafinha full bo'ladi. Rafinha full bo'ladi keyin. 4 kundan keyin Rafinha full holatda ko'rasizlar bolalar. Keyin Salibaga ham 2 ta qoldi full bo'lishiga. Bolalar, shu gap. Bittadan like bosib chiqib ketsanglar 20 ta like qilamiz va birga bir obunachilar bilan. Let's go. Lekin bolalar, iyul to'lgan kunimgacha 100 ta bo'laylik bolalar.